Assalomu alaykum. Oldingi videomizda Latviya aeroporti haqida ma'lumot berib o'tgandik. Endi Latviya aeroportidan Riga shahriga 22-avtobus bilan o'zimizga qulay joyga to'xtashimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mana bir Stockman Orientir, magazin Stockman. Stockman ostanovka ishida. Bu ostanovkaga bu ostanovkaga 22-avtobus mana. Aeroportdan kelishga ham shu 22-avtobus kelib to'xtaydi. Aytishidan gostinsalarga o'tsalaringiz bo'ladi. 10-avtobusimiz ham Kiresdan kelib shiga to'xtaydi, yana ikkinchisi ham bor mana. Kres bazadan kelib ham mana shu Stockman Arigo degan magazinning oldiga to'xtaydi. Bir de arka tarafida bozor ham bor-da. Mana 10-avtobus ham mana shu to'xtaydi. Ikkinchi to'xtayotgan joyini ko'rsatib o'taman. Mana Stockman Orientir katta magazin bor, ko'rinadi. Shuni Orientir olsa bo'ladi. Ikkinchisi Arigo degan katta magazin, bu ham Buglovoyda, ko'chaning u betida turadi. Hozir ham ko'rinsa kerak videolar. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Arigo degan magazin. Riga degan mana Orientir katta soat ham turadi Riga degan. Mana shu avtobusga kelib tushsalaringiz bo'ladi aeroportga kelib. Aeroportdan kelib. Lokatsiyasini ham qoldiraman. Mana Stockman oldiga tushganlaringizdan keyin bu yoqqa qarab, mana bozorga qarab yuramiz. Bozor mana u mana trassani u bitidan Kiresga qarab ketsa, qaytib kelib mana 22 ham 10-avtobus ham shiga to'xtaydi. Shidan mana Mostaydan o'tgandan vokzal. Avtovokzal mana. Mostaydan o'tgandan avtovokzal. Bu yerda bozor. Mana avtovokzal. Tramvay liniya Mostaydan o'tamiz. Mana avtovokzali. Mana bozor bu. Mana bu katta zanilar dumaloq turibdi-ku, shu bozor. Bozorda shu to'g'ri orqa tarafida Vesta gostinsasi bor. Hozir bozorda ham koordinatini qoldiraman, uni ham yozib qo'yamiz. Mana bozorda shu. Gostinsamiz mana bir bozor. Mana bozor. Mana bu yerdan bozorda yaqinida mana Vesta gostinsi turibdi. Mana adreslari. Mana qaysi ko'cha? Mana bu taraf bozor mana. Mana bak. Mana gostinsani ichiga kiramiz. Bir lekin 4 kishi, 5 kishilik. 3 kishiligi ham bor ekan, qimmatroq. Bunda kutishxonasi. Bizdan mana kiramiz. Bir de lift bor. Bir de tualet. Mana bir de oshxonasi. Lekin oshxona pastda joylashgan. Oshxonasi pastga joylashgan mana. Mana shiga kuniga agar bir kun 2 kun turaman desangiz 12 yevrodan olinadi. Bir hafta turaman desangiz 10 yevrodan olinadi. Mana ikkinchi etaj. Ikkinchi etaj. Biz 3-etajga turibmiz.
bir lokatsiyasini ham qoldiraman. Mana bu 3-etajimiz. 3 etajlik. Mana. Hadi. Shunaqa. Bilgan ma'lumotlarimni sizlarga berishga harakat qilyapman. Xato kamchiliklari bo'lishi mumkin. Sizlarga foydamiz tegsa, biz ham xursandmiz.